Barchangizga assalomu alaykum. Yana bir kunimiz boshlandi. Xayrli tong barchalaringizga. Bugungi kunimni ham sizlar bilan bo'lishib boraman. To'g'ri, mening hayotim ideal emas, ammo real hammasi. 3 farzandli onasi, uy ayoli. Kunlik vlogimni sizlar bilan bo'lishib boraman. Oshxonaga ketdik. Sensiz ben nefes alamam, buralarda hiç duramam. Sizlar eng yaxshi ko'rgan narsam bilasizlarmi nima? Gaz yoqqan qizlarim puflayman deb turadi, biz talashamiz. Ular puflaydi, men qilmayman. Hakamda yaxshi ko'raman. Hozirda shuning uchun ko'p odamimizda jazirga qilib turgan bo'ladi, shuni ishlating, yo'q men ko'kot ishlataman deyman. Hozir yoqadi menga. Sizlar mana bu yerda grechkalarni qo'yiladi, bagajonimizga qaynatyapti. Pishgandan keyin hozir qurib ketadi, yoriladi, keyin idishga olib, to'rtta tuz bilan qaynatamiz. Keyin idishga olib, sizga bu bo'lak sariq qilishni qo'yib, odamizga beraman. Menimcha tuxumlarni qaynatyapti, to'rtta tuz bilan qaynataman. Tagida temir qoshiqchalar turibdi. Bu ikkinchi qizim va menga. Yoki kartoshka chipslarini sarg'ayapti. Avval tuzsiz qizartirib, keyin idishga olaman, ustidan tuz sepib ag'daraman. Yelinganda elaktiganda suv chirin bo'ladi. Sizlarga tantan o'zbeklarga topshirib kelamiz, filtrlar. Ketdik. Go'dalim aytaymi nima qilaman? Men 3 bolalarning onasiman, uy bekasiman. Mana Madina singlingga kartoshka chips qilaman. Sadiya singlingga tuxum qaynatyapman. Asaling Sofijoningga qara, grechka dimlayapman. Shunaqa turmushga chiqsang bilasan, ta'lim. Bu ham baxt. Baxt oddiylikda. Hozir borib manalarni egasiga berib kelaman. Shunaqa uxlayapsan. Şükür sana Allah'ım, bugünüme sabahıma. Qizlarjonlar, sizlarga fonda paytida turib, bolalarni daftarga tayyorlab, xo'jayin daftarga tayyorlab berib, keyin uxlayman deb soat 11:12 turaman deganim ishonmagandilaringizdan. Ishonamasizlarmi endi? Mana tuxumli nonlarimiz ham tayyor bo'lyapti. Buni o'chirib, endi bolalar turadi. Ungacha men fizkulturam qilaman. Sizlarga o'rgatgan fizkulturalarimni qilyapsizlar. Gimnastikalarni ozgina gimnastika qilaman. Kichkintoyim turadi, uni kashasini beraman. Ungacha kattalar turadi. Zavtrab qilamiz, keyin men alla qilaman. Qizlarjonlar, uydagi muzorlarni ertalab tozalasalaringiz, Alloh bergan baraka o'z-o'zidan eshik va derazalardan kirib keladi. Ertalabdan Yosin surasini baland qilib qo'ysangiz, uyingizga baraka keladi. Har qanday shayton, jin, yomonliklar, nazarlar sizdan uzoqlashadi. Hozir men kirib Yosin surasini qo'yaman va 3 kunda bir Baqara surasini. Sizlarga maslahatim 3 kunda bir uylaringizga baland qilib Ruqiya yoki Baqara surasini baland qilib qo'yinglar. Uydagi har qanday nazarlarda, jinlarda undan uzoqlashtiradi, yomonliklardan asraydi. Hareketler video qilmasin, bugun keldim qizlarjonlar, obunachilarim dedim, ishonsin shu ertalab turishimga deb
Bundan oxirgisi bo'ldi. Halilar uyda ortiq qolgan nonlar bo'ladi-ku, masalan, silib qo'yib yeyilmay qolsa qotadi. O'shalar qotganlarni olasizda, tuxumni chaqib turib, tuz solasizda, qisqa bo'lib olasiz va mana shunaqa ozgina moyga qizartirib bitgandan olsangiz, dasturxon o'rtasiga yopib qo'ying, galanga solib qo'ying, jonlari yeb yuradi. Bu zavtrga ham to'g'ri keladi, obedga ham to'g'ri keladi. Qorin to'q tutadi. Har doim shunday qilaman. Menda hech qachon pomoyga non olib bormayman. Kepe gönlüm geçir benim kıyalımdı. Geçir sensiz ömür sürmez yüreğimde. Tünneke aynamasın bu günlerim benim mahabatım. Qizlar jonlar, mo'jizani qaranglar. Yomg'ir boshlandi. Allohning mo'jizasini qaranglar. Yozni qoq o'rtasida bandalarni issiq bilan qiynalmasin deb yomg'irni berdi. Allohim, mo'jizangga behisob shukr. Shu kunlarimizga ham behisob shukr. Yaratganingga shukr, ne'matlaringga shukr. Ammo qaldirog'im bo'lyapti. Allohim, hammasi uchun bilib bilmay qilgan gunohlarimiz bo'lsa kechir. Hammasi uchun behisob shukronalar aytaman. Allohim, ko'ryapsizlarmi qizlar jonlar, yomg'ir boshlandi. Havoyimiz changlari bosilib, kislorodga to'yim yopdi. Allohning qudratiga yana bir bor taslim bo'ldim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qawman ma jonlar, tarvuz yeyapman ertalabda. Bilmoqolda eshitganmisizlar? Tarvuz yesang zahar ye, sahar yemasang zahar ye. Zo'r. Shuning uchun sahardan yuvaman. Asıl tarvuzni to'g'rab yeyish kerak emas. Bitta yerga urib, g'ildir-budir bo'lib yoriladi-ku. O'shani daq yesangiz, ana. Televizorlarda kinolarda ko'raman. Mana o'shani yegim keladi-ku. Kelinglar.